$10,000 bir bemorning puli. Buni ehson qilyapti. O'zi bemor bo'lib turib. Kimning pulligini videoni oxirida bilasiz. Oxirigacha ko'ring. Oldin bitta klinikada yotuvdi, xususiyda yotgan. Unda salkam 200 mi? 2000 mana shunaqa chiqardi. Oxirida. Keyin yaxshi olib chiqargandan keyin davlatga yotuvdi. Egayam 10 kunga ham qanchaga yana ancha ketdi. Endi hozir quridim. Endi sotishim kerak, bunga ham 1 oydan bo'lib qoldi. Kuniga $125 ekan bir kishiga. Hozir singlim qarabat, singlim ham kasal bo'lib qoldi. Bu yoqda holatlarini ko'rdim, qizingiz ayanchli holatda ekan. Endi o'sha qarzni klinikadan qarzni to'lab qizingizni olib kelib olishingiz kerak. Bu yoqda turmush o'rtog'ingiz yo'q-a sizni? Meniki 27 yil bo'ldi o'lganiga. Alloh rahmatiga olsin. O'g'il farzand yo'q. O'zi bir dona qizingiz bor edi. U ham ishlagani ketgan, tirikchilik qilaman deb. Men ona eridan ajrashib ketgan edi. Bitta bolasini menga tashlab ketdi. Birata ko'zim tagida uy qurgan devdim-da. Endi qaltiraganim deyey. Ya qaltiramang hammasi. Ona men hozir ko'ryapsiz, 3 oylik uchrutlarim bor. Birovni haqiga birovni qo'yib olmayman. O'tgan safar ham tushuntirdim. Bir sababini qilib ko'raman dedim. Nima qilishni bilmay qoldim. Ya yig'lamang ona, yig'lamang. Yig'lamang. Ona qarang. Men bitta bemorni olib chiqdim bundan oldingi haftalikda. Jigar sirroz juda og'ir etapida. O'sha insonga $50,000 yig'ib beruvdi 24 soatda. Siz bilan gaplashib, menga yig'laganingizni eshitib qolib, aka, menga 40 ming ham yetadi. Ketishdan oldin, operatsiya ketishdan oldin xalq bergan pulni, bu endi meniki. Shuni men ehson qo'ray. Mana shu pulni xolaga bering dedim mana xola. Yangi asr zamonni, har turfa har tomonni, bir yaxshi bir yomonni ko'rsatganingga shukr. Dilda joy yo'q tugunga, armon degan tutunga, o'ldirmay shu bugunga yetkazganingga shukr. Shu bolani duo qiling endi. O'sha bolani ham, o'sha kasal bolani ham Alloh shifo bersin. O'sha bolani ham topganlarga baraka bersin. Shu ham shifo topib qaytib kelsin, ilohim. Hamma ehson qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Hamma ehson qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Berganni mana shu pulni to'plab berganlarni o'rniga millionlarni, tumanlarni o'rnini to'ldirib qo'ysin. Alloh rozi bo'lsin. Alloh akbar. Mana endi qizingizni olib kelib oling. Xo'p. Rahmat otam. Bu cho'ntakka soling endi. Mana aziz vatandoshlar, holatni ko'rdinglar. O'tgan safar bir qashqadaryolik bolasi Hindistonda qolib ketganga bir 5 ming, bir 10 ming, $15,000 bersak, kommentariyada bittasi mana shunaqa mo'ltillatib senga kunim qolmasin deb bittasi yozib yuboribdi. Yo'q. Meni ham maqsadim uni mo'ltillatish emas. Ehson bergan, zakot bergan zakotchilarni shaffoflik bilan ko'rsatib, o'sha videoga mana seni puling egasiga yetib bordi. Men anaqa qila olmayman-da. Bittasi $10,000 berib ketsa, bo'ldi egasini topib berib qo'yaman deya olmayman. Men vijdonim qiynaladi. Spotini qilib videosini tashlab qo'yaman, ko'rib qo'y deyman. Bizga 1 so'm puli kerak emas. Mana Telegramda ko'ryapsiz, 38 mingdan oshiq murojaatlar to'lib yotibdi. Agar sizni shunaqa ehsoningiz bo'lsa, menga aloqaga chiqing. Payshanba kunga Xudo xolasa 3 ta oila olib chiqib yubormoqchimiz. O'zlarining kartasini ham qo'yamiz, undan tashqari naqd pul yig'ishga. Nima deysizlar shunga? Biz o'rtada odamlarning qalbini uyg'otuvchi, tushunyapsizmi? Saxovatga chorlovchi shu emotsiyalarni ko'rsatib beramiz. O'shani ko'rib qancha insonlar ehsonga qo'shilyapti. Ehson qilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi. Birda berganga Alloh mingda beradi. O'shaning uchun biz ko'rsatib boramiz shaffoflik bilan. Unaqa qo'lingizdan hech bola kelmayapti, unaqa fitna so'zlaringizni yozmang. Payshanba kunga kommentariyaga yozing, nima deysizlar? 3 ta oilani o'zlarining ham kartasini qo'yaman, hammasini Toshkentga chaqiraman. Bitta manzilda aytaman, kelib naqd pul bermoqchi bo'lganlar kelib ehsonni berib ketaverasizlar. Kartaga tashlaydik deb uzoqlar kartaga tashlayverasizlar. Shunaqa qilib 3 ta oilani ham hal qilamiz. Ramazon oyidan foydalanib qolishimiz kerak. Lekin foydalanib deganda bu men emas, bemorlarimiz yashab qolishiga sababchi bo'lib qolishimiz kerak. Menga 1 so'm haq kerak emas. Hammanglarni yaxshi ko'raman.